Assalamu alaikum qarindoshlar. Ee, Buni bir tekshirib o'tay. Hurmatli qarindoshlar, assalomu alaykum. Men hozir mani bugun yeni bir texnologiya ishlatganligim uchun kechirsizlar. Bu texnologiyalarni men bek ojiz. Shu biroz meyadan sinaydiganga majbur qoldim. Ovozim bor deb o'ylayman qarindoshlar. Hamma narsa tayyorlik turdi. Shunga hozir boshlay. Assalomu alaykum, hurmatli qarindoshlar. Dunyoning har qaysi joylaridagi aziz qarindoshlar. Agar ovoz yo'q bo'lsa, ovoz yo'q desanglar bo'ldi. Men shundan qarab nim qilmay, ba'zida ishlamay qoldi ekan. Agar ovoz bor bo'lsa, bor deysanglar memnun bo'lman qarindoshlar. Bugun endi oldi bilan hammalarni yana bir salomlayman va kechirim so'rayman. Bugun yana bir narsa bilan ekran şey qilishga majbur qolganligim uchun yeni bir narsa sinab baktım va tunji qitim qilishim shuni biroz bo'ldim bo'lmadim deb biroz bearamchilik qilib qoldi, beshlik kechirsizlar. Bugun qarindoshlar, bugungi naq maydonning mavzusi ko'rganinglardek nima deyishimni, bugun nima to'g'riliq so'zlashadiganlarimizning bir nimasi hamda bishorati. Ammo u yerga kirishdan burun men bugun qarindoshlarimizga oldi bilan to'xtaladigan yana bir nuqta bor. Hammalarning xabar bo'lgandek, Sharq Turkiston surgundagi hukumati tashkilotlararo imzo to'plash harakati qo'zg'adi va bu 61 tashkilotning imzo qo'yishi bilan Sharq Turkiston surgundagi hukumatining xodimlari bu imzolarni ilib Amerika Kongressiga bularni topshirdi. Amerika Kongressdagi kongressmenlarga, balki hammasiga topshirib bo'lgan bo'lishi mumkin. Aniq sonidan xabarim yo'q, ammo ko'p qismi topshirilib bo'lganligini bilaman. Andan keyin ularga bundaki hammasiga taqishga xizmat qiladi ekan. Endi bu hozir mana bu kun tartiblar, boshqa temalar kirib ketganligi uchun bu biroz sulandirilib, biroz besqib qilish ehtimoli bo'lyapti. Ammo bir narsa unutmaylik. Sharq Turkiston muhojiratida intayin cho'ng bir bo'sish bo'ldi bu. Ya'ni Sharq Turkiston mustaqilchilarining 20 yilning yog'i to'silib kelayotgan ovozi Amerika Kongressiga kirdi. Buningdan keyin bu bo'lishdan burun unda qilsak bo'lmaydi. Sharq Turkiston desak pan-turkistonimiz, mustaqillik desak Xansola xapolab qoladi. Mustaqillik demay ozodlik deyli, yana bir nima deyli, inson haqlari deyli, irqiy qirg'inchilik emas, madaniyat qirg'inchiligi. Bütün tiyatrlar hamma narsa ishlamadi, to'siyolmadi buni. Va bu narsa oxiri Amerikaning majlisiga kirdi. Kirganda qandaqdi bularning burun qo'qaq sog'inidek, bizni aldamoqchi bo'lganidek, Amerikalik kongressmenlar bizning onu ko'tarib kirgan Sharq Turkistonliklarni 61 tashkilot mandaq dedi bizga, Sharq Turkistonning mustaqilligi, Sharq Turkistonning besilingan zimin ekanligini tonishi, bo'layotgan qirg'inchilikni Sharq Turkistondagi qirg'inchilik deb tonish degan bu imzo qo'yilgan, ya'ni siyosatni yangi bosqichga ko'tarish to'g'risidagi talabini ko'rgan Amerika kongressmenlari qandaqdi bizga bu yolg'onchilarning so'zki sog'indek, sizlar pan-turk ekansizlar, mustaqillik desanglar Xitoy bilan munosabatimiz buzilib ketadi, sizlar chiqinglar, mustaqillikni Xansola xapolab qoladi demabdi qarindoshlar. Berganning hammasini rahmat deb olibdi va bu tunji qitim Sharq Turkistonliklarning o'zining mustaqillik orzusini Amerikaning kongressiga tunji qitim akirishi. Hatta dunyoning har qanday bir kongressiga tunji qitim bunda kuchli shaklda akirishi. Buningdan keyin xuddi Enidining pulini ilib adam aldavatqanlar, u yerga kirib biz Uyg'urning vakili deb adam aldavatqanlarga qarshi yana bir alternatifning borligi dunyo tarafidan bilindi. Endi buni barliq dunyodagi hamma davlatlarga qilish kerak. Ammo uningdan burun endi bu tashkilotlar jiddiy yig'ilish kerak. Mushu yilning ichida tugatish kerak. Bu endi yepqishning kaynida so'zlashimiz. Agar yepqishning kaynida so'zlashib bu ishni buziman, to'siman deydigan bo'lsa,
Ulunu xalqning oldiga chiqib turib, xalqqa shikoyat qilib turib bo'lsa-mu, bu ishni qilishimiz kerak. Men umidvor bu qitim. Chunki xalqimiz o'zining tayyorligini 10 ming imzo ko'rsatgan bo'lsa, 1,5 yilning oldida endi tashkilotlarimiz ko'rsatdi. Buning imzo qo'ymagan tashkilotlar bilan qo'ygan tashkilotlar, ya'ni ödüge ödek, g'ez g'az ayrıldı. Bu nəhayət yaxşı iş. Endi buningdiki haqiqiy ma'noda bu da'vo. Ya'ni mustaqillik kurash da'vosi endi ma'noda. Shunga buni unutib qolmaylik. Uningdiki yana bir sizlarga buningga qo'shimcha Salih Xudoyor qarindishimiz medialarga chiqishga boshladi. 61 tashkilotning bunda qo'ydi deb hozir inglizcha medialarda chiqishga boshladi. Uningdan sirt tunugun bizning Sharq Turkiston yoshlar qurultayining tashqi ishlar mas'uli Amanulloh Qashqari qarindishimiz Amerika ulusal axborot e'lon qilish yig'inida Amerikadan Xitoyni tanimay Tayvanni taniydigan davlatlarga bo'lgan siyosat to'g'risida bo'lgan bir panelda Amerikaning axborot e'lon qilish markazida axborot e'lon qildi. Tunugun buning xabarlari balkim endi chiqishi mumkin. Uni chiqsa biz buni xalqqa tarjima qilib qo'yamiz. Yani Şarkı Türkistan müstakilçileri hem de hareket kötüş gerek arkadaşlar. Vaktimiz kalmadı. İşçimizdeki işbuzarlığa her xil sebep bilen, her xil. Hatta bu Hanzolu kapılaydı, autonomiya demesek bombaydı, kırgınçılık desek bombaydı, yani bizim kısak bombaydı diyen mavi cambaka koymacılardan sır, sellesi bilen sakalını bahane kılıp bunu bombaydı diyenlerini mi gördüm. Ben ötken bir hafta biraz aldıraşıp getip kaldım. Vaxtı kömepti ben ama körüp hakikaten jürgüm içti. Bu Abdurrahim Gayni qarindishimizning programmasida Nicat Turg'un efendimni ziyorat qildik. Men shu yerga savolimni qo'yib qo'ydim. Astiga komment qilib qo'yib qo'ydim. Inshaalloh Abdurrahim Gayni qarindishimiz o savolimni so'raydi. Ya'ni biz 10 degandan sizlarning amaliyotda bu munofiqlik qurultaydan nim farqinligi men merak ediyorum yani. Nim farqinligi qoldi. Ma'qul imzo qo'ymanglar, tamam o'zinglarning tanlashi. Ammo av yozgan kommentinglar. Yani bunun imza, sizlar imzo qo'ymabsizlar, men hurmat qilmay, shaxsan qo'ymasam o'zingning erkinligi. Hurmatni onun xarakterini hurmat qilmayman. Chunki vatanimga mustaqillik degan kunda sen onun imzo qo'yolmasang, sening mustaqillik deganing yog'in. Ammo shu qaroringga hurmat qilmasammi, qaror berish erkinligiga hurmat qilaman. Bu tashkilotning bundaq mayolunu tanlash erkinligi va bo'pti deyman. Aşırı hurmat qilaman. Ammo imzo qo'ygan bir odamni bir o'lima mening bilishimcha ben tanımayman. İmza qo'ydi deb sen ondaqchi oqchi ko'kchi, uning kuchki, buning kuchki deb uningga urush endi sen o'zing Sharq Turkiston mustaqilchisi biz da'vat qilganlar o'zinglarga nima ma'no bildirdi bu? Ya, nima ma'no bildirdi? Şunu için ben his kılamadım. Bu soğanın cevabını inşallah Nicat Turgay efendim bir dönemde ve bir koment yazıp koydum şu programımızın ilanı var. Şu an birinci nokta bu arkadaşlar. Şarkı Türkistan müstakilçileri ahiri 20 yıl Xitay kazanmadı gibi vaga yerden avazımızda çıkarıp Amerika Kongresi'ne ulaştık. Amerika akbarat ilan kılış yığına girdik. Akbarat ilan kılış klubuga. Ve bizni Şarkı Türkistan çıkansa, müstakil çıkansa da qo'llab chiqarib etmedi. Salih Xudoyorlarni kongressdan qo'llab chiqarib etmabdi akarga vakillerini. Hemisi apta qoldi. Shunga bütün yolg'onchilik, o'yan, jambaqtilik, harom tamoqlik, saxtipazlik endi oxirlashadi inshaalloh. Endi oldimizdagi mushu yilning ichida, ya'ni necha yil surilish ko'maydi. Endi tashkilotlar yig'ilishi kerak ve bilet imzo to'plagan yiliqi 10 ming imzodagi xalqqa vakillik qiladigan şekilde hemkarlık alış gerek. Endi bu iş bozulsa millet bu onlumu soldan farkı yok kendisi olurdu bizim. Tamam, bu iş endi bozuluşlu olmayıp arkadaşlar. Endi kileyli bugünkü timimiz var. Onun dikin Türkiye'de tutulganlar doğruluk bir kısa sözleyme. Hazır asası bugünkü tema. Emmalarının köyünde bugün biraz şeperan şorpusunu sözüşümüz. Qarindoshlar, hammalarning xabari bo'lgandek, men bundan bir hafta ikki hafta burun Kanadaga to'plangan 10 ming imzo to'g'riliq bizning Go'shmamatdan bu imzoni yig'ish to'g'riliq va Ruqiyat Turdish xonim bilan
Asli ismini atışım gerek, geçiyorsa Şeperan demedim. Hürmet Hanım. Hürmet Hanım bu imza to'g'riliq Ruqiyya Turush xonim bilan o'rtasida bo'lgan dialog to'g'risida men nim berdim sizlarga. Ya'ni buning 5000 menda, 5000 Mehmet To'xtada degan shaklda dialog bo'linganligi. Ruqiyya Turush xonim manda dialog bo'ldi mening bilan desa, men Hurmat xonim ishinamdimi, Ruqiyya Turush xonim ishinamdimi, mening qararim aniq. Siz qaysi ishsiz o'zingizdan tanlashin. Endi kilayli men uni deb Hurmat xon hozirmi vatandika degan vaqtimda, ya'ni u vaqtda Shaparang dedim, ama Shaparangning asli ismi Hurmat xon ekan. Vatandika dedim. Degandan keyin aslida siz bir odamni ma'vu vatandika desangiz, masalan Baxtiyor Nasirni deyli. Hozir Ovmundika qarindoshlar desak, qanday qildingizlarcha? Baxtiyor Nasir telefonunu chiqirdi, dam maydoniga chiqdi, o'zini bunda keyni bilan video tortdi, shunaqa. Tortib mana men Gollandiyada deydi. O vaqtida ya'ni bizni mat qilishga oldiraydi. Buni amal va 24 soat ya 48 soatning ichida qildi. Ama bizning Hurmatxon unda qilmadi. Buni bir narsaning isboti deb atmayman qarindoshlar. Bu interesting yani. Ondan keyin 3 gün, 4 gün o da qilmadi. Men Kanadada mana men Ottawada ya men nimada Torontoda demidi. Keynini ko'rdi. O bo'lsin. Endi tağının üstüde internet yok ya da o'xshaydi bu Hurmatxon deyli desam, u yerda mesajlarni, uchurlarni nimaga yozib turdi Facebookga. Ondan keyin 3 gün var, 4 günden keyin tuvandagi naq maydonni qildi. Bu naq maydonni. Bu naq maydonda endi keynini g'uvalashtirib o'tibdi. Balkim keyni meninkidimi nachar o'xshaydi. Men ama ishxona uyimda tam dekorasyonning hammasi oldimdagi tam bir yandagi tamda ma kompyuter ekranga atam to'g'ri kelib qoldi, planlaydigan kalendar tam. Qaraganda Hurmatxonniki meninkidimi nachar o'xshaydi keyni g'uvalashtirib o'tibdi. Ama Hurmatxon bunda g'uvalashtirmasangiz texmi gumon qo'zg'aysiz. 3 kunning ichida chiqmay 4-kuni chiqib bunda g'uvalashtirsangiz ba'zi qarindoshlar bu Şanganda ya Almanda o'tirishda bo'lsa jiddiy 3 gün 4 günlük aeroplanda ciddi qaytib kelib tazibek besaramjon chiqib qoldimi deb o'ylab qoladi. Shuning uchun normalda sen vatandikansa desa, bundikin dars sizga. Chiqsiz, keyningizni bir tatisiz ko'rsatsangiz, men meyada ko'dingmi deysiz. Andika keyningizni qo'rqmay ichib etib so'zlaysiz, u vaqtida ishinish nisbati yuqori bo'ldi xalqning. Xo'sh, kelaylik. Unda qolsa bu videoni chiqaribdi. Ondan keyin tuvandagi ikki parcha rasmni asosliq chiqaribdi. Televizorda ko'rayotgan qarindoshlar, menimcha ko'ryapsizlar-ku ekranni. Televizorda ko'rayotgan qarindoshlar aniq ko'risizlar jillarini. Ammo telefonda ko'rayotgan qarindoshlar, agar ekran kichik bo'lib ko'rmay qolsanglar, bugungi sensibillik kichik bo'lib qolsa, hamma ko'rinishli ekranni rasmga tortib, rasm qilib, yo'g'antib turib ko'rishinglarni tavsiya qilaman. Çünkü bugünkü programma qiziqdi. Xo'sh, buni chiqiribdi. İki parcha rasm chiqiribdi. Birisi 2010 qizil belgi urib qo'ygan yerdagi sallarga qaranglar. Birisi Turpanga beribdi 5-oyning 13-chi 2014-yil ekan. Yana birisi 10-oyning 15-kuni ekan 2015-yil ekan. Opla, çatak bo'ldi. Qanday qilib biz hamda bu xato bo'ldi bu. Bu ya'ni baldur chiqirib qo'yibdi. Ya bu yerda birinci ihtimallik değil mi? Ben hatalaştım mı? Ve ya ki ben töhmet kıldım mı? Şu da bunu köygendeki hemimizin kallısı şu kildi. Ya Ümit Musa Bey hatalaştı, hata baykap kaldı bu resimde. Ya ki Musa bununla töhmet kıldı. Şu da bu birinci ihtimallik. Hem de ikinci ihtimallik karayla. İkinci ihtimallik hata resimini çıkarıp ötüp kaldı mı? Hata resim çıkarıp ötüp kaldığın bir iş var. Davamlı özünün sayahatini, yakımız özünün hayatını to'g'ri chiqarganlarda bu jiq uchraydi. Bu kichik qizlarda 16dan 25-26 bo'lgan qizlarda bu jiq uchraydi. Bir rasmni o'ylashmay chiqarib o'tib qoldi, keyin uni pushaymon qildi. Ammo bu cho'ng yetilgan odamlarda bu bo'lgan ishlar. Masalan, tuvandagisi bizning 35 yillik Amerikadagi 90-yillardan tortib da'vo qilayotgan donliq da'vogarimiz
Ma sol taraftaki resim. Manda kılamdı bir. Ma resim 90'ıncı yıllarda Şarkı Türkistan'da Amerika'da namayış kılıvatkan bizden davagarımız. Ama bu davagarımız özünün seyahat hayatı o kadar kızık idi ki, özünün seyahat hayatı o kadar heves kıldı ki, hemen resim doğru çıkarıp durdu. Ama bir günü abla resimni çıkarıp kaldı. Diyeminden kaldı ki. Bana bu insanın hata resim çıkarıp kaldığın, çıkarmaydığı resim çıkarıp kiyim puşayman kıldığın ihtimallik mandak işlem var dünyada. Köp uçuraydı. Yani o 90'ıncı yılın ayağı Amerika dava katkadı. Bu resim nimdeydi. Tiyemende 80'інші yıl düşkentim demdi. Şuna bunu deydiğen gap bulmağanlığı üçün cimmede durulu. Ama Hürmet Han bu da kılmadı. Hürmet Han biraz cesur hareket kıldı. Şunu bile ben bu resimlerge yeni kaytadan qarashga başladım. Ben hatalış kaldım mı? Yakımısa Hürmet Han çıkamaydıklar resimini çıkarıp bitip akseden bir oyun oynadı bu. Onda kısa oyun oynaş yoki çıkamaydıklar resim degende mening esimga bir narsa keldi. Bu da akıbetini göreylik qarindoshlar. Men buni nimaga chiqarib qo'ydim? Facebook'a. Ameliyatda bizden başka millet olsa, ben bu resmini çıkarganda nim demek çoğunluğunu düşündü ve mesele tügeydi bu yerde. Lakin bizden milletimizge bunu biraz içişim gerekli. Ben bu videonu çıkarıp koydum. Astı karanla kızıl belge koptuğuna yeriga edip yazıp koydum. Yani vakti karanladı. Yani bu yerde ekranı yoğantıp görünler telefonda resim dağıtıp bu videonun çıkarıldığı vakti 1. ayının 18. günü 1700. yılıydı. Yani 300 yıl burun çıkargan video bunu. Desem, işinemsizler. Yani Mancola besip kiriştin 50 yıl burun çıkargan videorum benim. İşenmedinler mi? Ondan sonra bu da kısa işinemsizler. Bu da kısa kereyle. Almış varsın. Bununki karanla. Mavzusu karanla. Mahmud Kaşgari'nin məsləhətçiyi Bəkmi kızıdır yani. Ben Mahmud Kaşgari'nin məsləhətçiyi berip gelip işləgən videorum. Vakti karanla 938 yılından aldı da. Yani Mahmud Kaşgari'nin məsləhətçiyi çakırıp dikəbir çak-çak sorunda oturup çak-çak örmeyip kəgə vaxtım. Şemsanla vakti karanla, mavzusu karanla. Mahmud Kaşgari'nin məsləhətçiyinin kəgə vaxtım qerilmişler. İşəndinlər mi? İşəndinlər mi? Hoş. Yani 938 yılının aldık nesi. Dikkat ki hesap account'ı dikkat kılınlar. Talas story. Aldık ismi Talas story, bu mu Talas story? Yani benim hesabım emez. Tamam. Hem de yarı bir kere götürecekti. Bu 1000 yılından aldık Mahmud Kaşgari'nin məsləhətçiyi mi o? 300 yılından aldık video ne mi? Bu da kısmını görünler. Ben telefonda motivasyon. Hoş. Bu vakti karsanlar 3000 yılından aldı da. Abdurgani qeyrinişimiz bilen Abdurim Gani qeyrinişimiz bilen 3000 yılından aldı da qilgan programımız. Mavzusu qaranla Mısırlıqlar piramida silvatamdı degan mavzuda söhbət qildik. Hatta vakti qaranla 3000 yıl burun. Onu astı qaranla astidagi kommentiga tanıştırışlar. Ümit Musabay efendim bilen Mısırlıklarının piramida silvatkanlığı doğrusunda elip verilgen söhbət. 3000 yıldan aldı kıldık işimiz. İşinemsizler. İşenirler mi? Yani bula mening hesabım emas hiç qaysi. Ama bu her bir resimni yazışımga 20 sekund ketdi, 20 sekund. Bu Photoshop yok çünkü bunu nimisini tekşürsenlermi, Photoshop'a ekirip bunun levelsini tekşürsenlermi, Photoshop yok. Ameliyatı bek asan nesi. Mening hesabım bulmay durup yasalgan nesle. Ama bu yerde çandırıp koyduğun nesli mi? Bizden çırağımız ve mevcutlarımız. 3000 yılından aldı da dese astığa karsanlar mesela metadata qarsanlar mı yoki Photoshop'a kirib qarasanlar mı hech qanday saqlıq tapamaysizlar bu resimlerden. Çünkü ben bunu Photoshop'ta yazmadım. Biladiganlar bunu bildi da HTML'nin aldı kodunu almashtırıp koydum. Tamam? Addi. Endi hatta bu YouTube tili bulamdiki deb o'ylab qolmanglar. Buyurunglar. İki tane bizden Hürmet Han'dan 2 tane hesabı. Ya 2 tane post deyim. İkilisi okşaş post. Sol taraftakisi de deydi ki men kündü çüşümdü yurtum dedim. Bugün Facebook'takiler oňumdylar, vatanga bagız ötüpdi. Sizler nimde kızıkçı.
Naq meydan taqtishimni seg'inib qolgan bo'lsanglar, chataq yo'q, atili chiqay. YouTube adresim youtube@gulimaqsud, tamam? O'ngdikisi men rastlı vatanga bordim. Dilyar Musabay apandining deganlarining hammasi rost. Bu sebepten xalqimizdan kechirim so'rayman. Meni yomon tutib oldingiz. youtube.com talastory. Bu ikki postning qaysi rost, qaysi yalan? Ya bunun Gulimaqsuddan chiqqani rost. Machatikisini men yasadim. 20 sekund vaqtim ketdi. Photoshop yo'q. Level tekshirsangiz hech nima chiqmaydi. Faqat Gulimaqsudning hisobini Facebook hisobini bunchalik o'zgartirish bu oddiy ishlar. Bular her qanday softverda bo'ladi. Buni bilmaydigan qarindoshlar tushundiray, kompyuterdan nazar xabar veramiz biladi bunchalik ishni. Bular her qanday softver platformda buni qilib bo'ldi, yasag'il bo'ldi. Bu hesaplar mening bo'lmay turibmi yasag'il bo'ldi. Agar bu hesaplar mening bo'lsa, mening bo'lsa men nimalarni yasay olaman bilamsizlar? Masalan, o'zimning hisobida men xohlasam bugun shu so'zlayotgan videoni 2010-yilga to'g'rilab qo'ya olaman vaqtini. Bu videoni men 2010-yil so'zladim deb turib olaman. Ammo chiqarib qo'yadigan bir narsa bor, mening ruxsarim. Tamam? Shuning uchun bugungi dunyoda augmented reality deydi. Hozir buningdagi bu insonning chiroyimi qolmaydi buningdagi artificial intelligence'da. Nimaning rost, nimaning yolg'onligini aramaymiz bundan. Shuning uchun ama bugungi bu 2014-2015 bu jarayonda Uyg'urlar ishlatgan texnologiya topgan rasmli bo'lg'achqa onun sansipri ustidagi komment yamanasini o'zgartirib etkili bo'lsa-mu, hatto o'zimizning hisobi bo'lsa uning vaqtini o'zgartirib etsak, bu videoning vaqtini men 2010 ga to'g'rilab qo'ysam, bu video chiqdi o'tibanga. 2010 sersangiz 2010dan ko'rsiz. Ammo mushning hammani qila olsakmi, Uyg'urlar biladigan saviyadagi texnologiyada, ammo bizni chiqarib qo'ygan bir narsa bor, ruxsarimiz. Shuning uchun hozir ko'rganinglardek kompyuterning oldi bitini o'ynatib yoki hisob o'zingizniki bo'lsa, bu o'yinlarni o'ynash oson. Birdamlikli ish. Endi Hürmet xanım bunday o'yinlardan xabari bormi? Ya'ni buni biz bilamiz tamam da kompyuter bilan azroq gaplashgan odamni biladi, ammo Hürmet ham buni bilamdi. Bu yerda bir potensial bormi, ya'ni bu bilish ehtimoli. Debmi o'ylashdim. Esimga ko'p bir narsa keldi qarindoshlar. Esinladimi? Biz 10 ming kishilik imzo to'playotgan vaqtimizda Hürmet ham bir video chiqdi, yana bir betva likanchtib avtomatik imzo qo'ydiki, bular yolg'onki deb so'zladi. Men shu vaqtda chiqib bu narsa yolg'on degandim. Hozir testerlar jiqaydimlar, aramizda testerlar kimning qilib berganini bilasizlar buni. Bu Seleniumda oldi betni likanchtib qo'ygan narsa amaliyotda. Xuddi men abay bet yasaganimdek, men HTML kodni almashtirib qo'ydim, Selenium kod ishlatmadim. Bu almashtirib qo'ygan Ayshada harakatlantirib qo'ygan narsa. Xolisi Gulimaqsudning Facebook betinimi nihoyat chiroyli harakatlantirib videoga olib bo'ladi. Shuning uchun ya'ni rasmlar bilan oldibat bilan o'ynag'ili bo'ladi va Gulimaqsudning bunday o'yinni burun o'ynab baqqanini ko'rdik. Endi bu ikkisini birlashtirgan vaqtimizda qarorni sizlar bersizlar qarindoshlar. Tamam, bu yayını bulduğu resimlerini oynag'il bo'ladi, oldi betda bilan oynag'il bo'ladi, har qanday softverning oldi beti bilan internet nusxasini ichib. Hatta o'zimizniki bo'lsa, uning yil oy kunlarini o'zgartirib etkili bo'ldi, ammo chiroyimiz chandirib qo'ydi dedim. Va Gulimaqsudning burun yoki Hürmet xonning burun bunday betning oldini likanchtgan tariximi bor. Amisa qaror sizlarning qarindoshlar. Hozir ko'rdik bir post chiqarilgan narsaning ostidagi jilay kunning hech qanday narsaga yaramaydiganligini, uni har qanday vaqtda o'zgartirib bo'lganligini ko'rsatdim sizlarga. Agar u hisoblar mening emas, Abdug'ani Uyg'ur, Abdurim G'ani Uyg'ur, Talastory, Gulimaqsud, ya'ni Shaparangning to'rini harakatlantirdim. U hisob mening bo'lsa men nima yo'llarni qila olaman bilamsizlar? Shuning uchun ostidagi jilay kunni unutinglar. Bütün dünyadaki hanım kızlar, yani ayollarning 30 yaşdan 40 mangan ayollarning yüzünün terisining mutaxassisligini biz qilmaylamdi. Bütün dünyadaki hanım kızlar, sizlar bu ishning so'tchisi, sizlar qozisi. Buyurunglar.
Aldılan bir nersindey. Bu üçüyle videonu ben üçüyle resimden ben kualitesini tekşürdüm. Hiç kaysıda efekt yok. Tamam yani çıray özgertidigan, yakımızı akatıdigan, kardıtıdigan hiç neme yok. Endi hanım kızlar bu davanın soççısıyla. Bizden şeperandaydı ki sol taraftaki resim 2014'teydim. Televizorda ko'rayotgan qarindoshlar televizorni mishaya to'xtatinglar. Telefonda ko'rayotganlar mishaya resim tatinglar ekranni va yo'g'antib ko'ringlar. Hanım kızlar diyor. Bu davanın soççusu hanım kızlar. En çetkisi 2014 yılki. En mataraptiksi 2024 yılki naq meydandan men tattım. 30 necha yoshdan 40 necha yoshga mangan bir ayol kishining 10 yillik o'zgarishi. Abay deganimdek yil, ay, kun hamma narsani o'zgartiramiz. Uyg'urlarni azoblamasda. Ammo chiroy chandurdi dedim ku. Buyurunglar. Bu tarafdagi 2014 olsa, o tarafdagi 2024 olsa, o'rtadagisidan 2015 bo'lish ehtimoli bormi ayollar? Xonimlar, qizlar. Yani 2014'ten 2015 kişi bir yılda bir ayol kishi manchilik qiladi, keyingi 9 yilda o'zgarmaydi chiroyi, o'ylami? Shundaymi? Yoki bo'lmasa resim Xudoboy Turdig'ujini ko'rganinglardek xato chiqarib etilib kelib, keyin o'yin o'ynaldi. Qarar sizlar. Agar bo'ludi mushtaq, ba'zi ayollar bir yilda mandaq o'zgarib, keyingi 9 yilda, ya'ni 30 yoshidan yeshini bilmayman shaparangning e'tiborini oldimda. 30'dan 31gacha detkep kelsa mandaq qilib kutadi. 31'dan 49 yilda hech o'zgarmaydi ayollar. Desanglar, o'zingga bu qabul. Bundaki şeperan şorpus qaytib işimiz bütün yaşlar qurultaydikilar. Ölmezlikning doğrusu deb qiyirmaydi ekanmiz. Agar da resimde oyan baka desanglar, qararsizlar. Tamam. Ya bu yani ben uzun tutib beray. Televizorda ko'rayotganlar buni qaytib ko'yga vaqtinglarda to'xtatib, yaxshi qaranglar yo'g'an televizorda. Telefonda ko'rayotganlar o'zinglar resim tartib chiqaringlar. Ha, yo'g'an qara hukminglarni beringlar. Ondan keyin bizning shaparan telefonda men 5000 imzoni akitibdi, oyoqqa yo'qtibdi desam, ya'ni Ruqiya turdi shu anglagan dialog mushu kemishlab angladim desam, ekran chiqibdi, telefonni ichi bu Turkiyadan kelgan vaqtida hujullarni, tag'alarni ko'rsatibdi. Va aqli beshida odam shu savolni so'raydi. Bu nimani isbotlaydi? Bu hozirmi imzolarning shu yerda borlig'ini isbotlamdi? Yoki bo'lmasa sizning 5000 kişinin ismini hujumga besib akatmaginingizda isbotlaydi. Ama skan qilgan jarayonda uni fotokopiyasini olgan USB bizning o'yinlarchi ularni isbotlamdi. Ammo qarang, Hurmatxon, men azroq mantiq o'rgatib qo'yay sizga. Bu narsalar yo'qga yoki bu narsalar yo'tkilibdi desa, sizning isbotlashga tirishadigan narsangiz yoki sizning isbot bo'lgan guvoh isbotingiz onun kelgan vaqtidagi hujum emas. Hozirgi vaqtdagi hujumni ko'rsatsiz. Go'shmamatdan ishxonasiga kirsiz, mana men hujumda deb rasmga tortasiz, chiqarsiz. Umu sizning USB yoki skan fotokopiyaning tinchtuganligini isbotlayolmaydi yani. Ammo Go'shmamat sizga uni ko'rsatmaydi. Tamam, uni siz USB'da abiyam resimde nerede olsanız USB'da yapmadınızmı ya 5000 hücum katıp eklettiniz ya 10 mu ya 5 mi 10 mu onu Go'shmamat çıkanını bilirsizler. Onu ben bilmeyim. Hem de Go'shmamat sizge onun hazırki vaktini ko'rsatmaydi. Nima ish qilib bilamsiz? Ha, onu mana hazırki vaqti 2024'te mana hücum meyada, tizimlikli meyada demaydi. Nima ish qilib bilamsiz? Chunki uni ko'rsatsa boshqa narsani isbotlab qo'ydi. Oshkorlab qo'ydi boshqa narsani. Nima? Kanadaga yo'tkilish uchun u tizimlikning ishlatilmaganligini oshkorlab qo'ydi. Qarama, Avstraliyaliklardan so'ram, immigration desa ya birinchi ya ikkinchi esirgildi qadamdan birisi men davlatda. Ya'ni Sydney'dikilar, Adelaide'ni bilmayman. Tamam, bulardan so'rsangiz bo'ladi. O'sha immigrationda palaqshiydigini men deb 20 yosh, 21 yosh vaqtimda turadi. Ko'chmanlar idorasi desa. Men sizga ko'chmanlar idorasi to'g'ri bir narsani o'rgatib qo'yay. Bu Kanadadami, Amerikadami ham yerda o'xshash. Pasport, kimlik, nikah guvohnomasi, undan keyin bolaning tug'ilish guvohnomasi yoki nopos degandek sizga bir umr kerak bo'lgan birinchi qo'l materiallardan boshqa
anket, toldurulgan anket, form degan narsalarning toldurulgan asli nusxasini ko'chmanlar idorasi yig'ib oldi. Bo'libmi 10 ming odamning narsasini ko'tarib keldik deb hujum bilan ekansiz, u sizda turmaydi. Ya'ni ko'chmanlar idorasini ishlatgan bo'lsangiz, u anketning hammasini yig'ib oldi. Agar Göçmenmet o mishkapda bu narsa hozirmi bor desa ishxonasida, bu bir narsani isbotlaydi. Ko'chmanlar idorasi o tizimlikni ishlatmadi degan gap. Ve işletmeyi de ameliyatda. Çünkü sizlar berib o tizimlikni yig'ib kelganda, tek Uyg'urlarning Kanadadagi yo'tkilishi ya Kanada ko'chmanlar idorasining ya ministerlikning hech qanday xabari yo'qdi. Yaxshi ehtimol, ya'ni yaxshi senariy sizlar berib uni yig'ib kelgandan keyin bildinglarki, bunda ishning bunday olmaydig'ini Turkiyadagilar hozir ikkinchi anketni to'ldirdi. Shunaqmi? Yani bir anket to'ldirgansizlar Turkiyadagilar. Ama işinin yaman tarafi, yani yaman senaryosu Kanada'ya berishdan burun bu yig'ib kelgan nemish bu? Bununla xalq o'zi berdi qarorni. Men bilmayman. Endi Kanada'ya mangamdoq deb Turkiyada turayotgan qarindoshlar, dildig'ul bo'lgan qarindoshlarga meni deydiganim shu. Bu qitim to'ldirgan yoki yaqinda to'ldirgan anketlaringlar bular shu Kanada'ning o'zining narsalari. Bu yerga manasizlar. Chunki Kanada davlat aralashdi bu qitim. Ama aldığın qitimliq tizimlik, onda 10 ming adamning tizimligini hujum bilan yo'tkab kelib, ko'chmanlar idorasi unda ish qilmaydi qarindoshlar. Hech qanday. Shunga bu qitim ma'noslar xotirjam bo'linglar. Endi bu nima to'g'riliq, hurmatxon to'g'riliq, mening deydiganim shu. Oxirgisi bir nuqta borki, men shu gapni qilgandan keyin 3 odam İşkitte yeni bir site tünelimi aldık günü yazıpsılar. Aldı da işkitte yazır 3 oldu. Biz aşılar tizimlikte mancıncı numara tuttum ben. Kim bana Ürümçi'den ya Aksu'dan ya bir yerden telefon kelip sen mancıncı numarken sen o da beni sürüştü kagantı. Aşı rast aşağı ketke akşamamda diyen qarindoshlar var. 3 onlar. Bu yerini ben bilmeyim. Mening biladiğim, mening ko'radiğim, mening iddiarım mana bu. Resmiga qaranglar, qarorni o'zinglar beringlar. Men bilmayman. Ama bu qitim Kanadaning rasmiy parlamentdan qaror chiqqandan keyin kelgan narsa menga deganlar u ras unida ensirmanglar. Qarindoshlar. Çünkü devlet aralashganda bunda saldı mangadu. Ama onun aldığındaki imza toplash o yaxshi senariyoda u bir hamoqatlik dötlük eski senariyoda Kanadaga menishdan burun bir nima toplash. Onun kararını uzanlı verelim, ben bilmeyim. Endi kileyli, ahırkı tema. Hurmatxonni yeterli ko'rdik ku Jamalni. Endi qarindoshlar, ahırkı tema, qisqacha to'xtalay. Turkiyada 6 nafar, bu qitim 6 nafar adam tutulibdi. Buning asosan hammasi degidek Uyg'ur, mening bilishimda. Turkiya medialariga chiqyotdi, xabarlarga chiqyotdi. Ekran ketib qoldi, bu nima ish bo'ldi bilmadim, men so'zlaverdim qarindoshlar. Chiqayotgan şeydi. 6 nafar adam tutulibdi. Bu to'g'risidami g'o'lg'ula gap so'zlar. Ya'ni bizda xuddi mana Sharq Turkiston Sürgündeki hükümet imzanı toplap Amerika Kongresi'ne ekirimiz deseyle kurup bir toka cidel, tayini yok gepler, genosidini sulandırdı. Yani aşının okşayış, hazır bu gulgullamı, neslamı halkımızda doğru düşünmeye ben de bunda kızık bunu diyeyim kılışını. Lekin berilayotgan sebepler bazılar bularni bir günah tutup ketdi deydi, bazılar qasddan tutdi deydi, biri bilan deydi. Bularni behuda qarindoshlar bundan esla. Çünkü bir narsa sotni menayotgan ekan, sotni saqlaysiz. Saqlashimiz kerak. Ve Türkiye'nin bu tunji qitim adam tutish emas, jasus deb tutish emas. Bundan 1-2 yil burungi demaysimni qilishcha. 2 Xitoy ve bir Uyg'urni tutgan Türkiye. Onun xabari bunchalar chiqmagan, ama sotludi. Ularning askeri, yani Türkiye'nin armiyasının harbiy texnologiyasini Xitoyga satganligi deb jazolangan, kesim yegan. Yaqinda chiqdimi onun ismini qamabdi Jilay kuni. Şu bu tunji qitim tutish emas. Bunu tutqash var. Ama hazır yeni bir narsani bilayli. Bazılar deydigan nima uchun burun tutmay endi tutudi deb. İchki ishlar ministri almashdi.
Yani burunqi ministerinin Türkiye'ni qaysi alga ekenligini dünya bildi yani. Bütün dünyada ba mafiyanın emisini ugus kıldı. Bütün istihbaratının ugus oldu. Hem de hazırki yerli kaya degan Ichki ishlar ministri bu yalgız bunu emas, mafiyani mı tazlavatıdı onun içinde. Yani aldıdikisi yaratkan qalaymakançılıkni hazırkisi nahayet iğir bastırıp tutuvatıdı hazırki Ichki ishlar ministri. Bunu ceryanda istihbaratlarını mı tutuvatıdı? Mossad'ın yani İsrailiyanın istihbaratınınkini tutkan işler buldu. Ve bu 6 Uygur tutulgan günü okşaş günde Fransa'nın casusları mı tutuldu Türkiye'de? Şuna bu buraylıqı yeni Ichki ishlar ministerinin ip berip atkan hareketi de tutulgan iş bu. Yani neymiş için hazır tutuldu desenler. Hem de bu adamlar sotçu, cinayetçi mi, yakınmısı, hain mi, yak emes mi? Şahsen ben bir narsa diyemeyim. Ben onda spekulat kılıp bunu hiç kandak ulan tanımaya asasım yoktur. Bula ya günahsız diyemeyim ya günahkar diyemeyim. Ama bir narsani bilime. İddianame çıkıvatıdı. Yani iddianame degen Türkiye'nin tepkiş mahkemesinden eyipnamesi çıkıvatıdı. Haberlerge parça şekilde çıkıdı bu yıllar boyu. Xitaydan 22 milyon dolar pul yaptı bularning birisi. Yetkizbegini var ki, uçurlarni ta'minligini var ki, Hong Kong'a andiki Saudiya Arabistan'a verip Xitayning adamlar bilan ko'rishganlar var ki. Bunga hayron qolamsizlar, ishonmaydigan yeri bormi? Hong Kong olmasın avval Avmunga andikin Saudiyaga borgan teftishdan birisi o'tirdi bu yerda. Hayron qolgan ish bu. Shuning uchun bu davlatlar yani Uygurlarning işçiden casus olsa bunu ispat bilan tutulup xuddi oldidagi uchchi ikki Xitoy bir Uyg'ur sotlanib hukm yegandek bunu mu sotlab hukm yeydi. Endi bu qo'rqinchli ish emas, bu yaxshi ish. Amaliyotda biz Sharq Turkiston yoshlar qurultiyi g'arb davlatlardan talab qilyapmiz buni. Tozlanglar mana ishchini. Va munofiqlarni tozlanglar, mana ishchini tozlanglar deb. Ama bu g'arb davlatlar olsun, her qanday davlat olsun, o'zining Xitoy bilan bo'lgan munosabati kamligicha qo'l sanmaydi. Biz manda nisbətdə to'liq ham etmidi aytadi, Shvetsiyaning nimasiga berdim men saqchisiga istihbarotlarga. Ya ularning qo'limi bo'sh emas-ki, bizniki bo'ldi bir parcha bo'ladi-ki xolos. Ama xabari bor kelmiştin. Ve bu tazlanish kerak. Bu davlatlar, bu Amerika olsun, Shvetsiya olsun, ya Avstraliya qaysi davlat olsun, Uyg'urlarni qo'lligini ras olsa, bizga ko'ngil bo'lgani ras olsa, birinchi bo'lib ishchimizni tozalab berish kerak bizga. Hammasini olmasimi bir yerimini, uchta birini. Biz bunu talab qilyapmiz g'arbchilardan. Tozalanglar bu ishchimizni. Butun qoyim munofiq ishni buzib ma'mutida bu ishimiz. Hatto sizlarga bir maxfiyat deb beray. Bizning aktivist rais Dolqin esa yeni Rabia Kadir tushirilib o chiqqan vaqtida ben dedim ki burun bir yerde bir boshliq almashgan vaqtida 2 yil vaqt bersiz. Qandaq ma'noda biroq narsalarni o'zgartamdi. 2 yil kuzatish kerak cho'qim. Yenisi chiqishi qilib tinlashqa bo'lmaydi asli. Yeni chiqqan vaqtida bizning Adelaide bir nima bor, Kaltishtandan kelib biz boshqarma deydigan Ergazdan birisi bor Adelaide kelib bilasizlar. Men shuningga bir narsa dedim. Bu Dolqin esa yeni chiqdi. Sen yaqinga ara. Bir narsa deb beray, shuni qilsin. Yani padişah tushgandikin o'rniga chiqqan shahzodaning qildigan birinchi ishi o'rnini mustahkamlash. Shuning uchun sen de Germaniya va Amerika buni xalqaro saqchining tutish buyrug'i chiqarilgan qizil qog'ozni o'chiranmay palaxshib yurgan vaqtlari. Buni bizning beshimizga rais qilamiz deb yurgan davlatlar bo'lgandiki, palaxshib. Shularga iltimos sunsin bu. Bizning ishchimizdagi 4 adamni tutib turanglar, Amerikadan ishkini, Germaniyadan ishki xainni tutib turanglar. Men chiqib xalqimizga qaranglar, men yig'ib va buningdan o'xshamaydi ma ishlar. Deb iltimos qilsa, ular tutib berdi. Buni bizning beshimizga rais qilinmay yurgan, Uyg'urning beshiga chiqaranmay yurgan davlatlar unchilikni qiladi. Xalqaro saqchi qo'yib qizil qog'ozni o'chirgan Amerika, Germaniya bunchilikni qiladi. Men dedim, Muştaq qilsin, millatning nazarida qahramon bo'ladi, yeni bir rahbar bo'ladi. Bu oldidagisi bo'shatgan bo'shliq bek cho'ng, bu to'ldiranmaydi. Buning besh rasmi kichik, bu Rabia Qadirning qoldirib qo'ygan bo'shliqqa. Shu mushtaq qilsa bu sal yo'g'inaydi, yana bek to'ldiramizmi, azroq to'ldirdi xalqning ko'zida deb bir taktik berdim Adelaide Ergazga. Bunu apirib debdi ayrim. Ama bizning aktivist rais qilanmadi uni. Hozir o'ylasam bu aktivist reis o bizga xain tutib turanglar demay, Dilshod Rashid bilan Baxtiyor Nasir bilan berib o'zini ma'lum qilsa ekanda, ya'ni g'arb davlatlarga. Biz bo'lbo'shli qilmaydi deb. Shuning uchun demakchi o'g'lim, g'arb davlatlari yoki Turkiya yoki har qanday davlat agar bizni qo'llayman desa,
bizga rast ish chaqirtayotgani rast bo'lsa, birinchisi xalqaro adolat sotiga Xitoyning ustida arz qo'yg'izdi bir davlatni qirg'inchilikda va Isroiliyani nima qilgandek Janubiy Afrika buni qo'zdi. Ikkinchisi bizning ishchimizni tozalaydi. Azroq beshida azroq tozalaydi. Şu Türkiye'nin hazır tazlavatqanımı bütün dünyanın elqi Süleyman Soylu'nun devrinde halqancha atçap turib ketken elqi istihbarat ve mafiyalarga qattiq bir signal beriyotdi hozirgi Ali Yarlikaya degan nima ichki ishlar mas'uli ichki ishlar ministri. Shuning uchun bizga mu shunda signal berib, bizning ishchimizni Xitoyga signal berib, bizning ishchimizni tozalash kerak. Yalnız Türkiye emas. Avstraliya, Amerika, Kanada, Avrupa hammasi. Ve bizning ishchimizda Uyg'urlarning ishchida ishpiyon yo'q desa, sizlar yo bizda yo'q desanglar, bek sadduq qolasizlar qarindoshlar. Bizning ishchimizda bor. Men burun istihbarat to'g'risida so'zlaganda bir programma qildik-ku Bidayla ekranda. Bunda bir gapim degandim. Ishpiyon degan yoki bular asos arpa dampaylar bu. Undaq jasus emas. Bular o hech kimga aralashmaydigan o'zi yolg'iz bunda yurdigan odamlar bo'lmaydi. Bunda arpaylar yoki ishpiyonlar jasuslar degan tutilgan vaqtida hammadan voyjon deydigan odam bo'ladi degan misolladimi? Shuning uchun shu tutilganda voyjon mening shangim kamidi degan bo'lsangiz, demak o shu ishni qiladigan odamga. Qashtayaga kiradi, tashkilotning ishchiga kiradi, yaqin turadi, besh yo'q choplashib oladi, ishlarni men kontrol qilaman deydi. Shunda tashkilotdan jiroq o yerda o'zi yolg'iz yashab beliq tutayotgan odamlarni shpiyon onda deyishning ahamiyati yo'q. Chunki shpiyon degan tashkilotning yinida, ichida, markazida bo'ladi. Degandim buni. Shuning uchun bu to'g'risida gap shu, ammo bir narsaga diqqat qilaylik. Qo'rqib ketmaylik qarindoshlar. Qo'rqmaylik. Voy, ma shpiyonga buningdan ishonmayman demaylik. Shpiyonlarga rağmen, munofiqlarga rağmen, avtonomiyachiligiga rağmen biz bu ishda g'alaba qilamiz. Qo'rqmanglar. Hech kimdan qo'rqmanglar. Faqat o'zingizlar ko'zingizlarda isheshlik va isheshsizni aranglar. Kim nima ish qilyotdi, qilgan ishi nega ketyotdi. Mushagil qaranglar. Pompeo chiqib irqiy qirg'inchilik deb tursa, oyoqdan chiqib madaniyat yili e'lon qilib usul o'ynaymiz deganlarga bu ko'zinglar bilan, aqliy ko'zinglar bilan qaranglar qarindoshlar. Biz mustaqilchi deganlar mana emas imzoni qo'yamayishni dunyo kun tartibiga akilimiz. Bundan keyin Amerikaga, g'arb davlatlariga kiramiz. Qarindoshlar, bu munofiqlar qurultiyi deb atalgan Dunyo Uyg'ur qurultiyi qilgan bo'lsa, shu ishni imzo to'plamasa, biz yana imzo qo'yatdik. Biz qo'ymaymiz. Biz Sharq Turkiston mustaqilligi deganni oboshti qilibdi, maboshti qilibdi deb qaramaymiz. Yalaqay bir hikoya aytib bergandim. Ezon masjiddan chiqibdi, namozga qo'ymaydi deydigan ish bor. Qabilavozlikda. Ammo vatan masalasida unda bo'lmaydi. Vatan masalasida iymonga kelib, biz bunda qilamiz desa, biz qilamiz. Ya'ni Xitoy shuni ruxsat qilsa, bu qurultayning mustaqillik to'g'risida biz imzo to'playmiz desa, biz imzo qo'yamiz yana. Qo'yamiz. Sharq Turkistondan mustaqillik desa imzo qo'yamiz. Ammo qurultay bilan hamkorlashib birga mangmaymiz. Chunki uning yig'inlariga qatnashdik, nurg'un narsani ko'rdik, bitta rasvochilikni ko'rdik. Ya'ni sizlarga Volkswagen yig'in to'g'riliq video qo'yib berdigan yana bir qazim bor qarindoshlar, buni unutildim manda va vaqt chiqqanda qo'yib bermay. Endi bugungi tema misha tugdi qarindoshlarim. Men endi biroz aldirash bo'laman. Ya'ni bugungi temaning asosiy narsa shu. Hech qaysimiz Baxtiyor Nasir bilan birga o'tirib Koreyaga bormadik. Yoki Tayvanga bormadik. Yoki Olmonga bormadik. Aeroplan bileti chiqdi, biz savol so'rdik, ifodasini bildirdi, qarorimizni berdik. Shundaymi? Bu Shaparanning demisidimi? İddiani qo'ydik, bu ifodasini bildirdi. Men sizlarga o'zingizlar qaror beringlar dedim, qaroringni o'zingizlar bersizlar. Ya Shaparan shu pistib ishchimiz o'lmaydi ekanmiz, qermaydi ekanmiz deb, yoki bo'lmasa qararsizlarni. Shuna qarindoshlar, bugungi temam shuyada tugdi. Abdurim G'ayni qarindoshimizdan, Abdurim G'ayni Uyg'ur qarindoshimizdan kechirim so'rayman. Asli ertigima programma vaqtim zo'm deb xatlarni yozib tikaman, qat'iy vaqtim chiqmadi, ko'rmadim. Ertagi vaqtimni chiqmaydi amaliyotda. Shuna javob beramadim, kechirim so'rayman. Keyingi vaqtlarda to'g'rilaylik. Onundan keyin yana bir narsa demoqchidim. Unutdim. Endi bundan keyin qarindoshlar, shu o'ng tarafni kuzdinglar, bular birga kilalamda emas, kilish kerak, ishtirib tepib bo'lsa-mu, birga akilinglar. Xalq tayyor ketdi, vaziyat pishib ketdi.
ve bu qitim çoğun bir bösüş oldu. Hem işki hem taşqi jihatdan. Bizning bu tashqi ishlar mas'ulimiz Amanulloh Qashqari qirinchimizning nimada axborot e'lon qilish klubida Bermuda, Palau degandek davlatlar to'g'risida so'z shu yig'in qatnashganligi va nima uchun Xitoyni tonimaydigan, Tayvanni tonimaydigan davlatlarni Amerikaning qo'llashi to'g'riliq bo'lgan yig'inda Sharq Turkiston masalasini qanday kun tartibga kelganligini videosi chiqqanda biz taxtimiz tarjima qilib balkim bugun yoki chiqib qilishi mumkin. Şuna dikkat bersanglar memnun bulunuz. Hem de bundan keyin o'ng tarafga mening deydigan bir jumlam bor. İmza qo'ygan o'ng tarafga. Konu vatansa gerisi fervattir deydi-ku. Vatan uchun qarindoshlarga ushshaq tushshaq adiyanti, madi salam qilganti, qilmaganti, kalashni 10 pay kelganti, son pay kelgan tashlaymiz hammasini. Hammasini tashlaymiz. O'zimizni rohatlatib, ishni buzadigan yo ishga tormoz uradigan emas. Öyle çakını söyleydiğin, pekatadigan motor bo'lmasaqmi, torumuz yo'q, çak bo'layli. Turpirayli, söyleyli. Onunla qulub silib yoki ishbuzarlik qilib yoki bo'lmasa kolampaylik qilib ishni astilatmayli. Endi bu xalq kechirmaydi qarindoshlar. Tamam, shunga inshaalloh hammamiz birlikda oldimizda yaxshi narsalar bo'ladi inshaalloh. Men o'zim biroz oldimizdagi bir qancha hafta aldirash bo'lmay, shuning uchun bek ikrarladim. Bo'lmayman qarindoshlar. Şu an beni doğru düşünürler. Azrak da yokup kessem yokap kettik de vakraydıgan qarindoshlar beni doğru düşünüp bakamay tururlar. Aldığımızda inşallah yaxshi nimasiga manamiz hamda bugungi temamiz yerda tugadi. Mana ekranni ayretishni men bir qamlashtira olsam, hozir xo'shlashmay qarindoshlar sizlar bilan. Allohga omonat.